Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, efirda yuzma-yuz ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugun ko'rsatuvimizda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga soliq va tadbirkorlik sohasidagi huquqiy munosabatlarni takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining soliq organlari faoliyatini institutsional jihatdan takomillashtirish va soliq ma'muriyatchiligida zamonaviy yondashuvlarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmonining mazmun-mohiyati haqida suhbatlashamiz. Shu maqsadda studiyamizga Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi jamoatchilik bilan aloqalar sho'basi davlat soliq bosh inspektori Ahtam aka Hamdamovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum Ahtam aka. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Soliq idoralari oldiga qo'yilgan vazifalar haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Albatta, soliq idoralariga qo'yilgan vazifalar asosan bugungi kunda soliq idoralari to'liq soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatuvchi idoraga aylantirilgan. Bu borada soliq idoralarining xodimlari soliq to'lovchilarga tegishli tartibda qonun talablarini mana shu tushuntirish, ularni qonunbuzarliklarni yo'l qo'ymaslik, birinchi navbatda qonunbuzarliklarni oldini olish bo'yicha demak tegishli chora-tadbirlar belgilangan. Shu borada demak bugungi kunda soliq idoralari o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarini demak soliq to'lovchilarga yetkazib, ulardan tushgan murojaatlariga belgilangan vaqtlarda, muddatlarda javob berib, demak ularga tushuntirishlarni olib bormoqdaki, bu borada demak soliq idoralarining oldiga qo'yilgan masalalar yuzasidan 2026-yil 19-mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining soliq organlari faoliyatini institutsional jihatdan takomillashtirish va soliq ma'muriyatchiligida zamonaviy yondashuvlarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida demak farmoni qabul qilindi. Mana shu farmonga asosan shunday demak maqsad qo'yilyaptiki, 2030-yilga qadar Jahon bankining Business reytingida soliq yo'nalishi bo'yicha birinchi darajaga chiqish, huquqbuzarlik profilaktikasini ustuvorlik prinsipini qo'llash orqali soliqlarni ixtiyoriy ulushini 98% ga yetkazish, soliq qonunchiligini buzish holatlarini oldini olish, yuqori demak xavflarni 2 barobarga kamaytirish masalalari qo'yilyapti hamda jami soliq tushumlar miqdorini 2 barobarga oshirish. Albatta 2 barobarga oshirilishi bu boyagi yuqorida aytilganimizdek barcha daromadlar soliqqa tortilishi talab etilgan holda demak har bir fuqaromiz bo'ladimi, tadbirkorlarimiz bo'ladimi, olgan daromadlarni soliq hisobotlarida to'liq va to'g'ri aks ettirish asosida soliqlarni to'lashi demak shartligi belgilanadi. Shuningdek 2026-yil 1-iyuldan boshlab tekshiruvdan oldingi tahlil doirasida aniqlangan tafovutlar bo'yicha aniqlashtirilgan soliq hisobotini va asoslovchi hujjatlarni taqdim etish majburiyati bekor qilinyapti. Soliq xavfi o'rta bo'lgan soliq to'lovchilarga aniqlangan xavflar to'g'risidagi xabarnoma yuborish tizimi joriy etiladi. Bunda aniqlangan kamchiliklar 1 oy ichida bartaraf etilgan taqdirda soliq tekshiruvlari o'tkazilmasligi belgilanyapti. Shuningdek, yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari ularning ixtiyoriga ko'ra dastlab 6 oy davomida soliq va moliyaviy hisobotlarni yuborish soliq servis aksionerlik jamiyati tomonidan bepul amalga oshirilishi belgilanyapti hamda tuman fermerlari kengashi huzuridagi fermer xo'jaliklarida buxgalteriya hisobi va hisobini yuritish markazlari amaldagi moliyalashtirish tartibi va moddiy texnika bazasini saqlagan holda soliq servis aksionerlik jamiyati tasarrufiga o'tkazilishi belgilangan. Shuningdek 2027-yil 1-yanvardan boshlab demak yakuniy iste'molchilarga realizatsiya qilingan neft, gaz mahsulotlari bo'yicha aksiz solig'i, noruda qurilish materiallari bo'yicha yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq, qishloq xo'jaligi yerlari uchun suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq hisobotlari proaktiv tarzda demak soliq idoralari o'zida shakllantirilgan tizim yaratilyapti. Shuningdek keyingi o'zgartirishlardan biri demak 2026-yil 1-iyuldan boshlab bozorlar va savdo komplekslari, shuningdek savdo va umumovqatlanish, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jalik korxonalari yakka tartibli tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar, shuningdek 2027-yil 1-yanvardan boshlab barcha soliq
to'lovchilar tumanlararo, shaharlararo soliq inspeksiyalarida demak amalga oshirilgan bo'lyapti. Ya'ni demak 2027 yil 1-yanvardan boshlab barcha soliq to'lovchilar o'zlarining hisob-kitob ishlarini tuman, shaharlardagi soliq inspeksiyalarida olib borilishi demak belgilanmoqda. Rahmat. Aynan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmonining mazmun mohiyatiga ham bir to'xtalib o'tsangiz. Demak, Prezidentimiz tomonidan 2026 yil 26-mayda 100-sonli demak farmonlar qabul qilindi. Mana shu farmonlarga asosan kichik biznes subyektlariga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida 2026 yil 1-iyundan boshlab belgilangan tartibda soliq solish tizimiga o'tish uchun bazaviy miqdorning 12.000 barovari etib belgilanmoqda. Bu degani aylanmasi shu miqdorga yetganda kichik biznes vakillari belgilangan tartibda soliq solish tizimiga o'tadigan bo'lyapti. Keyingi o'zgartirishlar kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun 2026 yil 1-iyundan boshlab mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatini ko'rsatuvchi korxonalar demak alkogol va tamaki mahsulotlarini sotishda naqd pul olishga ruxsat berilyapti ularga, hamda alkogol mahsulotlarini xarid qilingan raqamli markirovka kodlari ushbu subyekt vakillari tomonidan oxirgi iste'molchiga realizatsiya qilingan deb e'tirof etilyapti. Yana o'zgartirishlarga asosan umumiy ovqatlanish xizmatini ko'rsatuvchi korxonalar uchun ayrim toifadagi xodimlarning mehnat organlari mobil ilovasi orqali soddalashtirilgan tarzda shu kunning o'zida va muayyan muddatda rasmiylashtirish hamda ish haqini to'lab berish tartibi joriy etilmoqda, hamda tushum ulushida naqdsiz tushum miqdorining qat'iy nazar qo'shilgan qiymat solig'ini 40% qaytarish amalga oshirilmoqda. Bu albatta mana shu tadbirkorlik subyektlari o'zlariga ishchilarni yollatib ishlagan taqdirda ko'p hollarda doimiy ishlamaslik holatlari kuzatilishini oldini olib, ularga rasmiylashtirishda hujjatlarni ko'proq vaqt ketishi hamda demak ularni vaqtini iqtisod qilish maqsadida elektron tizimlar orqali ularga demak ish haqi hisoblash tizimlari joriy etilmoqda. Rahmat. Aynan bizni tomosha qilib o'tirgan muxlislarimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qaror farmonlarning mazmun mohiyati haqida o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldi degan umiddamiz. Tashrifingiz, bildirilgan fikrlar uchun o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Aziz muxlislar, siz yuzma-yuz ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Mavzu bo'yicha Sirdaryo viloyat soliq boshqarmasi jamoatchilik bilan aloqalar sho'basi davlat soliq bosh inspektori Ahtamaka Hamdamov o'z fikrlarini bildirib o'tdilar. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.